بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolodan yordam so'ragan holatda Alloh taoloni tanishlik darsimizni davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo avvalambor ushbu darslarimizni o'zimizga va yana boshqa barcha musulmonlarga foydali va manfaatli va insonlarning hidoyatiga sababchi qilsin. Allohumma amin. Va Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizni barakali va davomiyli qilsin. Allohumma amin. Biz o'tgan darsimizda ushbu Alloh taoloni tanishlik darsini 3-qismini boshlagan edik. Ya'ni 3-qismi Alloh taoloni tanishlik darsimizning 3-qismi Alloh subhanahu va taoloni eng go'zal ism-sifatlari bilan tanishlik edi. Va o'tgan darsimizda biz aytgan edikki, ushbu Alloh subhanahu va taoloni eng go'zal ism-sifatlarini tanishlik darsimiz bu darsda Alloh taoloni Qur'on va sunnatda kelgan eng go'zal barcha ism-sifatlarini birma-bir alohida darslik sifatida o'tamiz deb aytgan edik. Va bugun Alloh subhanahu va taolodan yordam so'ragan holatda Alloh taoloni ismlarining orasida eng atoqli bo'lgan lafzul jalala Alloh ismini o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizda avvalambor o'zimizga va yana boshqa barcha musulmonlarga foydali va manfaatli va insonlarning hidoyatiga sababchi qilsin. Allohumma amin. Ulamolar aytishadiki, Alloh taoloni mana bu lafzul jalala Alloh ismi bilan agar duo qilinsa ijobat qiladigan va agarda Alloh taoloni bu ismi bilan duoda so'ralinsa Alloh taolo duolarda so'ralingan narsalarni beradigan eng buyuk ismi bu Alloh ismidir deb aytishgan. Va Alloh taoloni mana bu ismi lafzul jalala Alloh ismi Qur'onda ulamolar aytishadiki, Qur'onda 2153 ta o'rinda zikr qilingan. Ya'ni Qur'onda Alloh subhanahu va taolo mana bu Alloh ismini, lafzul jalala ismi bo'lgan Alloh ismini juda ko'p marotaba zikr qilgan. Va ulamolar yana aytishadiki, mo'min kishini hayotidagi barcha holat Alloh taoloni mana shu ismiga bog'liq. Chunki mo'min kishi agarda bir ishni boshlamoqchi bo'lsa, ya'ni biron bir ishni boshlamoqchi bo'lsa, Alloh taoloni mana bu lafzul jalala ismini boshlab, ya'ni aytib boshlaydi. Ya'ni bismillah deb boshlaydi. Taom yeyishdan oldin bismillah deb aytadi. Alloh taoloni ushbu ismini zikr qiladi. Hattoki jonliqni, ya'ni mol, qo'ylarni va shunga o'xshagan hayvonlarni so'yib turganda mana shu so'ygan hayvonini go'shti halol bo'lishligi uchun Alloh taoloni mana shu ismini zikr qiladi. Ya'ni har bir mo'min kishi zikr qiladi. Biron bir jonliqni
ya'ni mol, qo'y, shunga o'xshagan hayvonlarni so'ymoqchi bo'lsa, bu hayvonni go'shti halol bo'lishligi uchun Alloh taoloning ushbu ismini zikr qiladi. Haqiqatdan mo'min kishini hayotidagi barcha holat Alloh taoloning mana shu ismiga bog'liq. Hattoki misol uchun bir solih ayolga uylanganda mana shu solih ayol bilan yaqinlik qilishlikdan oldin mana shu Alloh subhanahu va taoloning ismi zikr qilinadi. Mo'min kishini barcha holati mana shu Alloh taoloning lafzul jalala ismi bo'lgan Alloh ismiga bog'liqdir. Hattoki uyidan chiqib turganda duolar qilib chiqadi. Sunnatda kelgan duolarni aytadi. Ya'ni mana shu Alloh taoloning ismini zikr qiladi. Ya'ni uyga kirishdan oldin Alloh subhanahu va taoloning mana shu ismini zikr qilib uyga kiradi. Hattoki dinimiz hattoki eng kuchuk narsani ham ya'ni qilishlikda Alloh taoloning mana shu ismini zikr qilishlikni buyurgan. Ya'ni misol uchun bir inson hojatxonaga kirishdan oldin Alloh subhanahu va taoloning mana shu ismini zikr qilib, hojatxonadagi barcha yomonliklardan Alloh subhanahu va taolodan panoh so'raydi. Bir inson musulmon bo'lishlikni xohlasa, Alloh taoloning mana bu ismini zikr qilib kalima-i shahodatni aytadi. Ya'ni kalima-i shahodatni aytganda musulmon bo'ladi. Kalima-i shahodatning ma'nosi shuki, men guvohlik beramanki Allohdan o'zga iloh yo'qdir va men guvohlik beramanki Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning payg'ambaridir, Allohning rasulidir deb mana shu kalimani aytishlik bilan inson musulmon bo'ladi. Va musulmon bo'lganidan keyin Alloh taoloni tanishlikka harakat qilsa, tavhidni, e'tiqodni, sog'lom e'tiqodni va Alloh subhanahu va taoloning eng go'zal ism sifatlarini o'rganib, hayotiga tatbiq qilsa, bu inson o'zida iymonni hosil qiladi. Ya'ni mo'min sifatini hosil qiladi. Hattoki dinimiz sahih hadislarda kelgan Imom Abu Dovud va Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, kimniki o'lim vaqtida oxirgi kalomi, oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, mana bu inson jannatga kiradi deb aytganlar. Ya'ni dinimiz hattoki inson jonini taslim qilib turganda, vafot etib turganda Alloh taoloning mana bu ismini zikr qilishlikni buyurgan. Agarda Alloh taoloning mana bu ismini zikr qilsa, jannat bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo bashorat qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqali. Ya'ni o'lim vaqtida Alloh taoloni qanday zikr qiladi? Ya'ni la ilaha illalloh, ya'ni Alloh taolodan o'zga iloh yo'qdir deb aytadi. Agarda mana shu kalimani ixlos bilan Alloh taoloning rizosini istab, jannatini istab, gunohlarini mag'firat qilishligini istab, agarda mana shu kalimani aytsa, Alloh subhanahu va taolo mana shu kalimani ixlos bilan aytganligi sababidan mana bu insonga jannatni nasib etadi. Mana bu insonni jannatga kirgizadi. Inson tug'ilishi bilan Alloh taoloning ismi unga zikr qilinadi. Ya'ni chaqaloq tug'ilganda chaqaloqni qulog'iga azon aytilinadi, iqoma aytilinadi. Mana shu azonda Alloh taoloning lafzul jalala ismi bo'lgan Alloh ismi zikr qilinadi. Insonning tug'ilishida ham Alloh taolo zikr qilinyapti va inson vafotida ham dinimiz mana bu Alloh ismini aytishlikni buyuryapti. Ya'ni la ilaha illalloh deb aytishlikni buyuryapti va agarda mana bu kalimani ixlos bilan riyo qilmagan holatda Alloh taoloning yuzini istab, rizosini istab mana bu kalimani aytsa, Alloh subhanahu va taolo mana bu insonga jannat bo'lishligini Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqali bashorat berdi. Haqiqatdan agarda yaxshilab tadabbur va tafakkur qiladigan bo'lsak,
mo'min kishini barcha holati mana shu Alloh taoloni lafzul jalala ismi bo'lgan Alloh ismiga bog'liqdir. Va ahlu sunna val jamoa olimlari aytishadiki, Alloh taoloni eng go'zal barcha ismlarini ma'nosi mana shu lafzul jalala bo'lgan Alloh ismiga bog'lanadi. Ya'ni mana shu lafzul jalala Alloh ismi Alloh taoloni eng go'zal barcha ismlarini ma'nosini o'z ichiga olgandir. Ta'bir joiz bo'lsa, ya'ni yanada tushunarli bo'lishligi uchun aytamanki, misol uchun bir chinor daraxiga qaraydigan bo'lsak, chinor daraxtni ushlab turadigan uni ildizi bo'ladi. Katta chinor daraxtini uni ildizi, yerdagi ildizi ushlab turadi. Chinor daraxtini mana shu ildizidan chinor daraxti o'sib, shoxlar kelib chiqadi, ya'ni shoxlar o'sib chiqadi. Va Alloh taoloni mana bu lafzul jalala ismi Alloh taoloni eng go'zal barcha ismlarini ma'nosini ildizidir. Alloh taoloni mana shu ismidan boshqa ismlarning ma'nosi kelib chiqadi, ya'ni shoxlanib chiqadi. Alloh subhanahu va taoloni eng go'zal ismlarini, ya'ni barcha eng go'zal ismlarini, ya'ni ma'nosini ildizi mana shu Alloh taoloning lafzul jalala ismi bo'lgan Alloh ismidir. Ibn Qoyyim rahimahulloh va yana boshqa avvalgi salaf olimlar aytadiki, duodagi Allohumma kalimasi, ya'ni duoda aytamizki, Allohumma inni as'aluka ilman nafi'an va rizqan tayyiban yoki Allohumma ighfirli. Bu duoning ma'nosi shuki, ey Allohim, men sendan Allohumma inni as'aluka ilman nafi'an va rizqan tayyiban. Ey Allohim, men sendan foydali ilm so'rayman va men sendan pok halol rizq so'rayman deb aytamiz. Va boshqa bir duoda Allohumma ighfirli. Ey Allohim, meni gunohlarimni mag'firat qilgin deb aytamiz. Ibn Qoyyim rahimahulloh va yana boshqa avvalgi salaf olimlar aytadiki, mana shu duodagi Allohumma kalimasi Alloh subhanahu va taoloni eng go'zal barcha ismlarini o'z ichiga olgandir. Ya'ni mana shu Allohumma duodagi kalimasi Alloh subhanahu va taoloni eng go'zal barcha ismlarini ifoda qiladi, ya'ni bildiradi. Allohumma ighfirli deb aytganimizda, ey Allohim, sendan, ya'ni eng go'zal barcha ismlaring bilan so'raymanki, meni gunohlarimni mag'firat qil deb aytamiz. Allohumma ighfirli deb aytganimizda, mana shu Allohumma kalimasi Alloh subhanahu va taoloni eng go'zal barcha ismlarini o'z ichiga olgandir. Buni Ibn Qoyyim rahimahulloh va yana boshqa avvalgi salaflar aytishgan. Bu Allohumma kalima arabcha kalima, ya'ni duodagi kalimani o'zbek tilida ey Allohim deb tarjima qilinadi. Ya'ni buning shar'iy ma'nosi shuki, ey Allohim deb aytganimizda Alloh subhanahu va taoloni eng go'zal barcha ismlari bilan Alloh subhanahu va taologa murojaat qilib turgan bo'lamiz. Ey Allohim deb aytganimizda. Bu shar'iy ma'nosi shunaqa. Va yana ulamolar aytishadiki, tarixda, insoniyat tarixida biron bir kishi o'zini mana shu Alloh subhanahu va taoloning lafzul jalala ismi bo'lgan, atoqli ismi bo'lgan Alloh ismi bilan o'zini nomlamagan. Ya'ni o'ziga mana shu Alloh ismini qo'ya olmagan. Hattoki Firavun Naziat surasi 24-oyatda keladiki, Firavun o'zini
qo'l ostidagi o'zini xalqiga, o'sha insonlarga aytganki, "Astag'firullah, ana robbukumul a'la." Men sizni oliy Robbingizman deb da'vo qilgan. Men sizlarni oliy Robbingizman deb da'vo qilgan. Mana shu kalimani, mana shu men sizni oliy Robbingizman deb aytganligidan Alloh subhanahu va taolo Fir'avnni halok qildi. Tarixdagi Fir'avn, Namrudlar bo'lsin, shunga o'xshagan tog'utlar bo'lsin, o'zlarini faqatgina men sizni oliy Robbingizman deb aytolgan. Lekin men sizni oliy ilohingiz bo'lgan Allohman deb aytolmagan, na'uzubillah. Agarda kimda kim, ya'ni keladigan, ya'ni agarda bir inson o'zini kelgusi tarixda yoki hozirgi vaqtda yoki kelgusi tarixda o'zini Alloh deb nomlasa, Alloh subhanahu va taolo u insonni darhol halok qiladi. Chunki bu ismni Alloh subhanahu va taolo o'ziga qahr bilan olib olgan. Alloh subhanahu va taoloning eng atoqli ismidir bu Alloh ismi. Tarixda biron bir tog'utlar, biron bir Fir'avn, Namrudlar o'zlarini Alloh deb nomlamagan. Balkim ular aytganki, men sizlarni oliy Robbingizman deb aytgan. Men sizlarni oliy Robbingizman deb aytganligidan Roblikni, insonlarning Robbi ekanligini da'vo qilganligidan Alloh subhanahu va taolo mana bu Fir'avnni va shunga o'xshagan tog'utlarni Alloh subhanahu va taolo halok qildi. Va hatto ulamolar aytishadiki, Makka mushriklari o'zlarini butlarini, o'zlari ibodat qiladigan, iloh deb nomlagan butlarini Alloh subhanahu va taoloning eng atoqli ismi bo'lgan Alloh ismi bilan nomlamoqchi bo'lishgan. Mana shu Alloh ismini o'zlarini butlariga qo'ymoqchi bo'lishganda Alloh subhanahu va taolo ularning tillarini burib qo'ygan. Ya'ni mana bu Alloh ismini o'zlarining butlariga qo'ya olmagan. Ularning tillarini burib qo'ygan va natijada ular o'zlarining butlarini Allot deb nomlagan. Mana bu Alloh lafzul jalala ismiga biroz o'xshash. Buni sababi Alloh subhanahu va taolo bu mushriklarni tilini burib qo'ygan va Alloh kalimasini ayta olmagan. O'zlarining butlariga qo'ya olmagan. Va ular o'zlarining butlarini Allot deb aytishgan. Najm surasi 19-oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki: Astagfirullah, afaroitumul lata val uzza. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo mushriklarga xitob qilib aytadiki: Afaroitumul lata val uzza. Ey mushriklar, sizlar ibodat qilib yotgan, ya'ni butlaringiz Lot va Uzza haqida o'ylab ko'rmadinglarmi? deb mana bu oyatda keladiki, mushriklar Alloh subhanahu va taoloni Alloh ismini o'zlarining butlariga qo'ymoqchi bo'lishganda Alloh subhanahu va taolo ularning tillarini burib qo'ygan va natijada o'zlarining butlarini Lot va Uzza deb nomlashgan. Tarixda va bundan keyin ham biron bir inson o'ziga mana shu Alloh subhanahu va taoloning lafzul jalala bo'lgan ismi, atoqli ismi bo'lgan Alloh ismini qo'ya olmaydi. Agarda qo'ysa, tarixda ham qo'ya olmagan va bundan keyin ham qo'ya olmaydi. Agarda qo'ysa, Alloh subhanahu va taolo darhol uni halok qiladi. Va Ibn Qoyyim rahimahulloh aytadilarki, Fotiha surasini bayon qilib aytadilarki, ya'ni Fotiha surasi haqida aytadilarki, mana bu Fotiha surasi, ya'ni biz har namozimizda o'qiydigan Fotiha surasi Alloh subhanahu va taoloning 3 ta ismiga asoslangandir. Ya'ni Fotiha surasini ma'nosi Alloh subhanahu va taoloning 3 ta ismiga, Alloh ismiga va Robb ismiga va Rahman ismiga asoslangandir.
Mana bu Fotiha surasi Alloh subhanahu va taoloni ulug'iyat sifatiga va rububiyat sifatiga va rahmat sifatiga bino qilingan, ya'ni asoslangan. Ibn Qoyyim rahimahulloh yana o'zlarining so'zlarining davomida aytadilarki, Fotiha surasida biz Astagfirullah iyyaka na'budu deb aytamiz. Ya'ni biz faqatgina senga ibodat qilamiz deb. Ey Robbimiz, biz faqatgina senga ibodat qilamiz deb aytamiz. Mana bu oyat Alloh subhanahu va taoloning ulug'iyat sifatiga bino qilingan. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning ulug'iyat sifatiga asoslangan. Chunki biz bu oyatda iyyaka na'budu deb aytamiz. Ey Robbimiz, biz faqatgina senga ibodat qilamiz deb aytamiz. Mana bu oyat haqiqatan Alloh subhanahu va taoloning ulug'iyat sifatiga asoslangan. Va keyingi oyatda biz Fotiha surasining keyingi oyatida aytamizki, va iyyaka nasta'in. Ey Robbimiz, biz faqatgina sendan yordam so'raymiz deb aytamiz. Mana bu oyat Alloh subhanahu va taoloning rububiyat sifatiga asoslangan. Biz avvalgi darslarimizda rububiyya va ulug'iyya nima ekanligini batafsil bayon qilib aytgan edik. Va bundan keyingi oyatda biz Alloh subhanahu va taolodan astagfirullah ihdinas siratal mustaqim. Ey Robbimiz, bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qil deb aytamiz. Mana shu Alloh subhanahu va taolodan hidoyat so'rashligimiz va Alloh subhanahu va taolo bizga marhamat qilib hidoyatni nasib etishligi bu Alloh subhanahu va taoloning Rahmon sifatiga asoslangandir. Ya'ni mana bu Fotiha surasining ma'nosi Alloh subhanahu va taoloning 3 ta ismiga asoslangandir. Alloh ismiga va Robb ismiga va Ar-Rahman ismiga asoslangandir. Mana shu Fotiha surasida tavhid rububiyya, ya'ni rububiyatda Alloh taoloni yakkalashlik bordir. Chunki bu Fotiha surasida aytamizki, iyyaka nasta'in. Ey Robbimiz, biz faqatgina sendan yordam so'raymiz deb aytamiz. Mana bu tavhid rububiyyani ifoda qiladi, ya'ni tavhid rububiyyani bildiradi. Va mana bu Fotiha surasida tavhid ulug'iyya bor, ya'ni ulug'iyatda Alloh taoloni yakkalashlik bor. Chunki Fotiha surasida aytamizki, iyyaka nasta'in. Ya'ni Fotiha surasida aytamizki, iyyaka na'bud. Ey Robbimiz, biz faqatgina senga ibodat qilamiz deb aytamiz. Mana bu oyat Alloh subhanahu va taoloning ulug'iyat sifatini ifoda qiladi, ya'ni ulug'iyat sifatini bildiradi. Ya'ni ulug'iyatda Alloh subhanahu va taoloni yakkalashlikni bildiradi. Va Fotiha surasida yana aytamizki, Ar-Rahman Rahim, u marhamatli, rahm qiluvchi zotdir deb aytamiz. Mana bu oyat Alloh subhanahu va taoloning ism sifatlarini, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning ism sifatlarini bayon qiladi. Ya'ni tavhid asma va sifat Alloh subhanahu va taoloning ism va sifatlarida yakkalashlikni bildiradi. Va Ibn Qoyyim rahimahulloh yana aytadilarki, Fotiha surasining boshida biz aytamizki, astagfirullah, alhamdulillahi robbil alamin. Hamdni butun turi olamlarning Robbi bo'lgan Allohga bo'lsin deb aytamiz. Mana bu hamd so'zi 3 ta narsani o'z ichiga olgandir. Ya'ni alhamdulillah deb aytamiz Fotiha surasida. Bu oyat 3 ta narsani o'z ichiga olgandir. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni u 3 ta narsani birinchisi Alloh subhanahu va taoloni ulug'iyat sifatida Alloh taologa hamd aytishlik va Alloh subhanahu va taoloni rububiyat sifatida Alloh subhanahu va taologa hamd aytishlik va
Alloh subhanahu va taoloni Ar-Rahman sifatida Alloh subhanahu va taologa hamd aytishlikdir. Mana shu 3 ta narsani Fotiha surasini boshidagi oyat o'z ichiga olgandir. Va Imom Ahmad va Imom Termiziy Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda keladiki, Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytganki, "Man ilahuka ya Muhammad?" Ey Muhammad, ilohing kimdir deb so'rashgan. Va shunda Alloh subhanahu va taolo Ixlos surasini nozil qilgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mana bu Ixlos surasini mushriklarga, Makka mushriklariga o'qib berishlikni buyurgan. Alloh subhanahu va taolo mana bu surada aytadiki, Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad. Ey payg'ambar, aytingki, Alloh yagonadir. Allohus somad. Alloh somaddir. Somad kalimasining ma'nosi shuki, mufassir olimlar aytishadiki, Alloh barcha hojatlarda, ya'ni barcha hojatlarda Alloh subhanahu va taologa murojaat qilinadi. Ya'ni barcha hojatlar undan so'raladi. Ammo Alloh subhanahu va taolo biron bir narsaga muhtoj emasdir. Va oyatning davomida Alloh subhanahu va taolo aytadiki, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Allohdan farzand bo'lmagan va Alloh tug'ilmagan va Allohga biron bir narsa teng bo'lmaydi. Ya'ni biron bir narsa Allohga tengmasdir. Ya'ni tavhid rububiyatda va ulug'iyatda va asmo va sifatda va mutlaq Alloh subhanahu va taologa biron bir narsa, ya'ni biron bir kishi teng bo'lmaydi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahih hadislarda aytganlarki, Ixlos surasi Qur'onda 3 dan biridir. Chunki mana bu Ixlos surasida Alloh subhanahu va taoloning eng go'zal ism sifatlari bordir. Va Alloh subhanahu va taologa rububiyatda, ulug'iyatda va ism sifatlarda biron bir narsa tengmasdir. Biron bir narsa tengmas. Va mutlaq biron bir narsa Alloh subhanahu va taologa tengmasdir. Va boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo Shura surasi 11-oyatda aytadiki, Astag'firullah, laysa kamithlihi shay. Allohga biron bir narsa o'xshamaydi. Biron bir narsa Alloh taologa o'xshamaydi. Mana bu oyatlar Ixlos surasini oyatlari Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ilohing kimdir deb so'rashganda nozil bo'lgan. Ulamolar aytishadiki, mushriklar ular ya'ni o'zlarini qo'llari bilan yasab olgan butlarni va quyoshni, oyni va yulduzlarni va o'tni iloh ekanligiga iymon keltirishgan. Va Alloh taoloning iloh ekanligini bilishgan, faqat Alloh taolo ibodatlarga haqli bo'lgan yagona iloh ekanligiga iymon keltirishmagan. Va Ahli sunna val jamoa olimlari aytishadiki, Alloh taoloni Alloh ismini asl ma'nosi bu ilohdir. Bu iloh so'zi nimani bildiradi? Alloh taolo ma'buddir, ya'ni ibodat qilinadigan zot ekanligini ma'nosini bildiradi. Mana shu iloh bu Alloh subhanahu va taoloning eng go'zal ismlaridan bir ismdir. Alloh taoloning iloh ismi Qur'onda, ya'ni bir necha oyatlarda kelgan. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasi
163-oyatda aytadiki, Estağfirullah. İlahukum ilahun vahid, la ilaha illa huvar rohmanir rohim. Sizlarning ilohingiz undan o'zga iloh yo'q bo'lmagan yagona ilohdir. U marhamat qiluvchi, rahimli zotdir. Va boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, Tavba surasi 31-oyatda Alloh taolo aytadiki, Estağfirullah. Va ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Ular faqatgina undan o'zga iloh bo'lmagan, yagona iloh bo'lgan Allohga ibodat qilishlikka, ya'ni ibodat qilishlikka buyurilgan. Va u Alloh subhanahu va taolo ular shirk keltirgan narsalardan pokdir. Va Ibn Abbos radhiyallohu anhu Alloh subhanahu va taoloning Alloh ismini ma'nosini tafsir qilib aytadilarki, bu Ibn Abbos radhiyallohu anhuning tafsirini Tabari rahimahulloh o'zlarini tafsirlarida rivoyat qilishgan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mana shu Alloh ismini ma'nosini tafsir qilib aytadilarki, Alloh bu ulug'iyat sohibi, ya'ni ibodat qilishlikka haqli bo'lgan yagona iloh sohibidir. Ya'ni yagona ilohdir. Va barcha bandalari faqatgina unga ibodat qiladigan zotdir deb tafsir qilishgan. Va ulamolar aytishadiki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu mana bu tafsirda ikkita narsani jamlashgan. Ya'ni ikkita narsani bayon qilishgan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Birinchisi, u ikkita narsani, birinchisi Alloh subhanahu va taolo ibodatga haqli bo'lgan yagona iloh ekanligi. Ya'ni tafsirning birinchisida Ibn Abbos radhiyallohu anhu Alloh ibodatga haqli bo'lgan yagona ilohdir deb aytishgan. Mana shu iloh ma'nosiga Alloh subhanahu va taoloning Alloh ismini lafzi dalolat qiladi. Ya'ni ibodatga haqli bo'lgan yagona iloh bu Alloh subhanahu va taolodir. Va Ibn Abbos radhiyallohu anhu o'zlarini tafsirlarida jamlagan, ya'ni bayon qilgan ikkinchi narsa bu, ya'ni bandalar faqatgina Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishligi. Ya'ni Alloh bu bandalar faqatgina unga ibodat qiladigan zotdir. O'zlarini tafsirlarida, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning Alloh ismini ma'nosini tafsir qilib, mana shu ikkita narsani Ibn Abbos radhiyallohu anhu bayon qilganlar. Alloh subhanahu va taolo Zuhruf surasi 84-oyatda aytadiki, Estağfirullah. Huvallazi fis samai ilahun va fil ardi ilah. U Alloh osmonlarda ham ilohdir va yerda ham ilohdir. Bu oyatni tafsirida ahli sunna val jamoa olimlari aytadiki, samo ahli ham Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi, Alloh taologa itoat qilgan holatda, va yer ahli ham Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi. Huvallazi fis samai ilahun va fil ardi ilah. Mana bu oyatni tafsirini bayon qilib, ya'ni bu oyatda ma'nosida Alloh subhanahu va taolo aytadiki, mana bu oyatda Alloh taolo aytadiki, Alloh osmonlarda ham ilohdir va yerda ham ilohdir. Bu oyatni tafsirida mufassir olimlar, ahli sunna val jamoani mufassir olimlari aytadiki, samo ahli ham Alloh taologa ibodat qiladi va yer ahli ham
Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi. Osmondagi butun maxluqotlar Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi va yerdagi butun maxluqotlar ham faqatgina Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi. Yerda faqatgina insonlar emas, balkim butun jonzotlar Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi. Hattoki hammamizga ma'lum, hammamiz ijtimoiy tarmoqlarda video lavhalarni ko'rganmiz. Ya'ni ba'zi sherlar va yana ba'zi boshqa hayvonlar Alloh, Alloh deb baqiradi. Va ba'zi qushlar, ya'ni gapiruvchi qushlar Allohning ismini zikr qiladi. Hattoki ba'zi suralarni o'qiydi. Va hadislarda keladiki, hattoki dengizdagi jonzotlar ham Alloh subhanahu va taoloni zikr qiladi. Alloh subhanahu va taolaga ibodat qiladi. Hadislarda keladiki, Allohning zikridan g'ofil bo'lgan baliqlar baliq ovlovchilarning qalmog'iga ilinadi deb hadislarda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Ya'ni butun osmondagi maxluqotlar va butun yerdagi maxluqotlar, hattoki dengizdagi jonzotlar Alloh subhanahu va taoloni zikr qiladi, Alloh subhanahu va taologa ibodat qiladi. Alloh subhanahu va taolo Toha surasi 14-oyatda aytadiki, Astagfirullah. Innani ana Alloh la ilaha illa ana fa'budni va aqimis solata li zikri. Albatta men Allohdirman va boshqa bir iloh yo'qdir. Faqatgina men borman va bas faqatgina menga ibodat qil va meni zikrim uchun va meni zikr qilishlik uchun namozni qoyim qildim. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo o'zini ibodatga haqli bo'lgan yagona iloh ekanligini tanitib turib, o'zini tanitgandan keyin insonlarni mana bu oyatda payg'ambarlar aslida mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo o'zini payg'ambariga xitob qilyapti va bu nafaqat payg'ambarga xitob, balkim butun insoniyatga xitobdir. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo o'zini ibodatga haqli bo'lgan yagona iloh ekanligini tanitib turib va oyatning davomida o'zini bandalarini faqatgina unga ibodat qilishlikka buyurdi va namozni qoyim qilishlikni buyurdi. Va namozni qoyim qilishlik bu qanday bo'ladi? Namozni qoyim qilishlik bu azon aytilganda ya'ni masjidga borib namozni vaqtida ado etishlik, bu namozni qoyim qilishlik emas bu. Bu azon aytilganda masjidda namozni o'qishlik, bu namozni ado etishlik. Lekin namozni qoyim qilishlik qanday bo'ladi? Namozni qoyim qilishlik bu namozdagi zikrlarni, namozda o'qilingan suralarni inson hayotiga tatbiq qilishlik, bu namozni qoyim qilishlikdir. Alloh subhanahu va taolo namozni qoyim qilishlik bilan mana shu narsalarni buyurdi o'zlarining bandalariga. Ya'ni namozni qoyim qilgan kishi tashqarida Alloh subhanahu va taoloni ulug'lashligi kerak. Namozda Allohu akbar deb aytadi. Zikr qiladi Alloh taoloning ismini. Va Alloh subhanahu va taolo o'zini hayotida ham Alloh buyuk ekanligini ko'rsatishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo harom qilgan amallarni qilmasligi kerak. Zulm qilmasligi kerak. G'iybat qilmasligi kerak. Va zino qilmasligi kerak. Va Alloh subhanahu va taolo harom qilgan ya'ni jonzotlarni ham jonda o'ldirmasligi kerak. Ya'ni namozni qoyim qilishlik bu namozdagi zikrlarni, namozdagi o'qilingan suralarni inson hayotiga tatbiq qilishlik, bu namozni qoyim qilishlikdir.
Lekin bir inson namoz o'qisa-ku, vaqtida masjidga borib, birinchi saflarda turib namozni o'qisa-ku, lekin masjiddan chiqib insonlarni g'iybat qilsa, insonlarni haqqiga tajovuz qilsa, insonlarga zulm qilsa va Alloh va Rasuli qaytargan harom amallarni qilsa, bu inson namozni qoyim qilmayapti. Balkim namozni ado etyapti, lekin Alloh subhanahu va taolo namozni qoyim qilishlikni buyurgan, lekin bu namozni qoyim qilmayapti. Balkim faqatgina namozni ado etib qo'yapti. Bu aslida juda achinarli holat. Alloh subhanahu va taolo mana bu holatga tushib qolishlikdan o'zi saqlasin hammamizni va Alloh subhanahu va taolo barchamiz namozni qoyim qiluvchilardan bo'lishligimizni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Va Alloh subhanahu va taoloni ismlari bilan inson aziz bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloni ismini mo'min banda qanchalik o'rganib, uni zikr qilsa, Alloh subhanahu va taoloning huzurida darajasi yuksaladi. Alloh subhanahu va taoloni qanchalik ismlarini ko'p o'rganib, uni ko'proq zikr qilsa, Alloh subhanahu va taolo bu bandasini dunyoda ham va oxiratda ham aziz qiladi. Tarixda Imom Ahmad rahimahullohning davrida bir buyuk ahli sunna va jamoaning olimlaridan biri o'tgan, ya'ni Bishrul Hofiy rahimahulloh. Bu kishi avval qaroqchi bo'lgan. Avval ko'p ichimlik ichadigan, ya'ni hozirgi tilimizda aytadigan bo'lsak, alkash bo'lgan. Ya'ni ichimlikka, mast qiluvchi ichimlikka juda mukkasidan ketgan bo'lgan va shu bilan birga qaroqchi bo'lgan. Ya'ni hidoyatdan yiroq, islomdan yiroq bo'lgan. Bu kishining hidoyatini sababini olimlar zikr qilib aytishadiki, ya'ni Bishrul Hofiy bir kuni mast holatda yo'lda ketib turishganda yerda bulg'alangan, ya'ni loylarga bulangan, ya'ni loylarda ichida bir qog'oz bo'lgan, qog'ozda Alloh ismi yozilgan bo'lgan. Mana shuni Bishrul Hofiy ko'rganlarida buni olib turib, o'zlarining yonlarida bir tanga pul bo'lgan. Mana shu o'zlarining yonlaridagi bir tanga pulga xushbo'yliklarni sotib olib, mana shu Alloh subhanahu va taoloni Alloh ismi yozilgan qog'ozni o'sha xushbo'yliklar bilan tozalab, uni go'zal bir joyga ya'ni osib qo'yishgan. Shunda bu kishi uxlab yotganlarida tush ko'rishadi. Tushlarida nido bo'ladi. Ey Bishrul Hofiy, sen meni ismimni poklading, men ham seni ismingni dunyoda va oxiratda poklayman deb nido bo'ladi. Mana shunda uyg'onib ketib, mana shu tushlaridan keyin bu kishining hayoti o'zgaradi. Bu kishi ilm o'rganadi, tavhidni, e'tiqodni o'rganadi, olimlardan ilmni o'rganadi va buyuk olim bo'lib yetishadi. Ya'ni zuhdda buyuk olimlardan hisoblanadi Bishrul Hofiy. Bu kishi vafotlaridan oldin o'zlarida biron bir narsa bo'lmagan holatda vafot etishgan. Hattoki ustilaridagi kiyim boshqa biridan qarzga olib turishgan. Boshqa bir kishidan qarzga olib turishgan. İnsanlar aytadiki, onadan tug'ilgandek vafot etgan bu Bishrul Hofiydir deb aytishgan. Inson onadan tug'ilsa, yalang'och holatda tug'iladi. Biron bir narsasi bo'lmaydi. Bishrul Hofiy rahimahulloh bu kishi vafot etib turganlarida biron bir narsalar bo'lmaydi. Ya'ni ustilaridagi kiyim ham boshqa bir insonga oid bo'ladi. Boshqa bir insonning kiyimi bo'ladi. Qarzga olib turishgan bo'ladi. Olimlar aytishganki, Bishrul Hofiy onadan tug'ilgandek vafot etishgan. Ya'ni vafot etdi deb aytgan. Bu kishi Alloh subhanahu va taoloni Alloh ismi yozilgan yozuvni pokladi, Alloh subhanahu va taoloni pokladi. Mana shu
Alloh subhanahu va taoloning ismini poklaganligini sababidan Alloh subhanahu va taolo Bishrul Hofiyga hidoyatni nasib etdi va Alloh subhanahu va taolo Bishrul Hofiy rahimahullohni dunyoda ham va oxiratda ham bu kishining ismini pokladi. Agarda biz ham ya'ni mana shu martabalarga erishishlikni xohlasak, Alloh subhanahu va taoloni ism sifatlarini o'rganishligimiz kerak. Va Alloh subhanahu va taoloni ism sifatlarini o'rganib, ma'nolarini yaxshilab tushunib, yodlab, hayotimizga tatbiq qilishligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taoloni eng komil tarzda, eng komil bir shaklda Alloh subhanahu va taoloni zikr qildilar. Alloh taologa ibodat qildilar. Va Alloh subhanahu va taolo bu kishini dunyoda ham va oxiratda ham martabalarini yuksaltirib qo'ydi. Va hammamizga ma'lum, masjidga kirsak, masjidlarga qarasak, masjidning ichida Alloh yozib turadi va shu bilan birga yonida Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ismi ham turadi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ismlari Alloh subhanahu va taoloning ismi bilan yonma-yon keladi. Lekin ba'zi olimlar buni joiz emas deb aytishadi. Lekin al-muhim Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bu dunyoda ham oxiratda ham pokladi. U kishining martabalarini yuksaldi. Nafaqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, balkim butun sahobalarni dunyo va oxiratda ularning darajasini yuksaltdi. Sahobalar Alloh subhanahu va taoloni komil ravishda zikr qilganligi uchun va Alloh subhanahu va taologa shirk keltirmasdan faqatgina Alloh subhanahu va taologa ibodat qilganligidan, islomga go'zal holatda amal qilganligidan Alloh subhanahu va taolo sahobalarni dunyo va oxiratda ularning martabasini yuksaltdi. Ularning nomini poklab qo'ydi. Mana har bir musulmon kishi islomni yaxshi tushunishlik uchun, Qur'on va sunnatni yaxshi tushunishlik uchun sahobalarni hayotini o'rganadi. Sahobalarni hayotini o'rganmasdan turib, Qur'on va hadisni yaxshi tushunishlik bu hosil bo'lmaydi. Qachonki biz sahobalarni hayotini o'rgansak, sahobalarni fahmi bilan Qur'onni tushunsak, hadislarni tushunsak, Alloh subhanahu va taoloni ism sifatlarini sahobalarni fahmi bilan o'rgansak, mana shunda najot topamiz. Mana shunda Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxiratda bizga saodatli hayotni nasib etadi va dunyo va oxiratda bizni ismimizni poklaydi. Mo'min kishining izzati, mo'min kishining azizligi Alloh subhanahu va taoloni mana shu Alloh ismiga, ya'ni va yana boshqa barcha Alloh taoloning eng go'zal ismlariga bog'liqdir. Agarda kim Alloh subhanahu va taoloni eng go'zal ism sifatlarini o'rganib, yodlasa, ma'nolarini yaxshi tushunsa va Alloh subhanahu va taologa mana shu eng go'zal ism sifatlari bilan duo qilsa va Alloh taoloni zikr qilsa, mana shu mo'min kishi dunyo va oxiratda aziz bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aziz qiladi va ismini dunyo va oxiratda poklaydi. Va Alloh subhanahu va taoloni zikr qilishlik bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ko'ra bo'lishligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taoloni qanday zikr qilishgan bo'lsa, biz mana shunday zikr qilishligimiz kerak. Va sahobalar Alloh subhanahu va taoloni qanday zikr qilishgan bo'lsa, biz shunday zikr qilishligimiz kerak. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni zikr qilishligimiz bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ko'ra bo'lishligi kerak va sahobalarning yo'liga ko'ra bo'lishligi kerak. Ibn Qoyyim rahimahulloh ba'zi adashgan sufilarni, adashgan tariqatchilarni Alloh taoloni xato bir holatda zikr qilishligini bayon qilib aytishadiki, ba'zi sufilar, ya'ni adashgan sufilar, buzuq tariqatdagi kishilar Alloh taoloni noto'g'ri zikr qilishadi. Ular Alloh taoloni qanday zikr qilishadi? Alloh, Alloh, Alloh deb zikr qilishadi. Mana bu zikr Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarida sabit bo'lmagan. Sahobalarning hayotida ham ko'rinmagan. Biron bir sahoba
Allohni mana bunday shaklda zikr qilmagan, ya'ni Alloh, Alloh, Alloh deb zikr qilmagan. Va biron bir hadislarda zaif hadis bo'lsin, mavzu hadis bo'lsin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohni Alloh, Alloh deb zikr qilganliklari kelmagan. Alloh taoloni zikr qilishlik qanday bo'ladi? Subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, la havla va la quvvata illa billah, Allohu akbar. Alloh taoloni sunnatga ko'ra zikr qilishlik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasiga ko'ra va sahobalarni ko'rsatmasiga ko'ra Alloh taoloni zikr qilishlik mana shunday bo'ladi. Lekin kimda kim Alloh, Alloh deb Allohni zikr qilyapman desa, bu Alloh taoloni zikr qilyapti deb hisoblanmaydi. Va Alloh deyishligiga, Alloh, Alloh deb zikr qilishligiga Alloh subhanahu va taolo tarafidan ajr hosil bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taoloni rizosini hosil qilmaydi. Balkim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga Alloh taoloni go'zal bir shaklda zikr qilishlikni o'rgatishgan. Misol uchun namozlarda 33 marta subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deb aytamiz. Alloh barcha narsadan pokdir. Ya'ni subhanalloh deb buni ma'nosi Alloh barcha narsadan, ya'ni barcha ayb nuqsondan pokdir deb aytamiz. Ya'ni subhanalloh deganimizda Alloh barcha narsadan pokdir deb aytamiz. Alhamdulillah deb aytganimizda butun hamdlar faqatgina Allohga bo'lsin deb aytamiz. Ya'ni alhamdulillah deb aytganimizda Alloh subhanahu va taoloni ulug'iyatda va rububiyatda va Alloh subhanahu va taoloni ism sifatlarida Alloh taologa hamd etgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taoloni zikr qilishlik mana shu shaklda bo'lishligi kerak. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga ko'rsatgan bir shaklda bo'lishligi kerak. Lekin hozirgi kunda va tarixda ham ba'zi adashgan so'filar va adashgan tariqotchilar Alloh taoloni xato bir shaklda zikr qiladi. Ya'ni Alloh, Alloh deb zikr qiladi. Mana bu buzuq bir fikrdir. Ya'ni faqatgina Alloh subhanahu va taoloni Alloh ismini o'zini aytib qo'yib, yoniga boshqa bir, ya'ni sunnatlarda kelgan kalimalarni qo'shmasdan faqatgina Alloh taoloni Alloh ismini aytishlik bu zikr hisoblanmaydi. Alloh lafzul jalala ismiga qo'shimcha bir sunnatda kelgan zikrlarni aytishligimiz kerak. Misol Alloh ismiga subhanahu qo'shsak, subhanalloh deb Alloh taoloni zikr qilgan bo'lamiz. Va Alloh lafzul jalala ismiga alhamd so'zini qo'shsak, alhamdulillah deb Alloh taoloni zikr qilgan bo'lamiz. Yoki Alloh kalimasiga akbar kalimasini qo'shib aytganimizda Allohu akbar, ya'ni Alloh eng buyukdir deb aytgan bo'lamiz. Ya'ni Alloh taoloni zikr qilgan bo'lamiz. Ibn Qoyyim rahimahulloh yana aytadilarki, Alloh taoloni faqatgina Alloh ismi bilan Alloh taoloni zikr qilishlik, biron bir sunnatda kelgan boshqa bir kalimalarni qo'shmasdan faqatgina Alloh so'zini aytishlik bu foydasizdir. Va buni bir asli sunnatda kelgan bir asl yo'qdir. Va bu Alloh deb faqatgina Allohni o'zini aytib qo'yishlik bu Alloh taoloni ulug'lashlik, uni buyuklashlik, uni maqtashlik hisoblanmaydi. Balkim bunda iymon hosil bo'lmaydi va Alloh tarafidan savob hosil bo'lmaydi. Va Alloh taoloni, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam go'zal bir shaklda zikr qilganlar, bu zikr Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ziddir. Agarda bir kofir kishi, ya'ni Ibn Qoyyim rahimahulloh yana o'zlarining so'zlarining davomida aytishadiki, agarda bir kofir kishi umrini avvalida boshlab umrini oxirigacha Alloh, Alloh deb aytib yursa, bu musulmon hisoblanmaydi. Islomni qabul qilgan hisoblanmaydi.
balki iymon hosil bo'lmaydi. Iymon hosil bo'lishligi uchun, ya'ni islom hosil bo'lishligi uchun, bir inson musulmon bo'lishligi uchun kalima-i shahodatni aytishligi kerak. Kalima-i shahodat ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh. Men guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'qdir va men guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning payg'ambaridir, Allohning rasulidir deb mana shu kalima-i shahodatni kofir kishi aytsa, shunda musulmon bo'ladi. Agarda Alloh subhanahu va taoloning ism sifatlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ko'ra o'rganib, unga iymon keltirsa, bu musulmon kishi o'zini ya'ni holatini, ya'ni mo'min holatiga o'zgartgan bo'ladi. Ya'ni iymonni hosil qilgan bo'ladi. Va ba'zi adashgan sufilar, adashgan tariqatchilar aytadiki, Alloh taoloni faqat Alloh ismini zikr qilib, ya'ni Alloh ismini aytishdan-da ko'ra, hu zikrini aytishlik Alloh ismini aytishlikdan-da afzalroq deb aytadi. Subhanalloh. Bu juda zalolat bir holatki, Alloh ismini aytgandan ko'ra hu deb hu deb zikr qilishlik Alloh ismini aytishlikdan-da afzalroqdir. Mana bu zalolatdagi kishilar ummatni ya'ni bir narsa qilib Allohdan uzoqlashtirishlikdir bu. Mana bunday kishilar musulmonlarni Allohdan uzoqlashtirishlikka harakat qiladi. O'zlari bilgan holatda yoki bilmagan holatda. Ya'ni ba'zilari Alloh deb zikr qilishligimiz kerak deb aytadi. Yana boshqalari kelib turib, bundan da afzal zikr hu deb aytishlikdir deb aytadi. Mana bu juda katta zalolat bu. Bu musulmonlarni Allohdan uzoqlashtirishlik hisoblanadi. Bu zalolatdagi, ya'ni adashgan buzuq so'filar va tariqatchilar aytadiki, Alloh deb zikr qilishdan da eng afzal bo'lgan zikr bu hu deb zikr qilishlik deb aytadi. Bu juda katta zalolat bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga komil ravishda Alloh taoloni zikr qilishlikni ko'rsatib ketganlar. Ya'ni Alloh taoloni zikr qilishlikni komil bir ravishda sahobalarga o'rgatganlar. Bular kelib turib, xuddiki go'yoki nauzubillah Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgan zikr afzal emas-ku, lekin bularni tavsiya qilgan zikri afzal deb mana shu narsa kelib chiqadi. Ya'ni o'zlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan da afzal ko'rishlik kelib chiqadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga Alloh deb zikr qilishlikni o'rgatmaganlar. Balki subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deb zikr qilishlikni o'rgatganlar. Bularni bu zalolatdan iborat bo'lgan e'tiqodlari bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan da o'zlarini afzal ko'rishlik hisoblanadi. Bu juda katta xatarli bir zalolat bu. Alloh subhanahu va taolo mana bu holatga tushib qolishlikdan o'zi saqlasin, hammamizni ofiyatda qilsin. Ya'ni biz Alloh subhanahu va taoloni zikr qilishligimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sunnatlariga ko'ra bo'lishligi kerak. Sahobalarni ko'rsatmalariga ko'ra bo'lishligi kerak. Agarda biz Alloh subhanahu va taoloni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ko'ra, sahobalarning fahmiga ko'ra Alloh taoloni zikr qilsak, Alloh taoloni eng go'zal ism sifatlarini o'rgansak, Alloh subhanahu va taolo bizni dunyoda ham va oxiratda ham aziz qiladi. Dunyo va oxiratda saodatli hayotni nasib etadi. Dunyo va oxiratda bizni ismimizni, ya'ni poklaydi. Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizda avvalambor o'zimizga va yana boshqa barcha musulmonlarga foydali va manfaatli qilsin va insonlarni hidoyatiga sababchi qilsin. Va Alloh subhanahu va taolo ushbu darslarimizni barakali va davomiyli qilsin. Allohumma amin. Subhanakallohumma va bihamdik
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.